Avtomobilsozlik shubhasiz O'zbekiston iqtisodiyotining asosiy drayverlaridan biri. UzAvto Motors bugun nafaqat mahalliy bozorni, balki boshqa mamlakat yo'llarini ham O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar bilan ta'minlamoqda. Ozarbayjon, Armaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Mo'g'uliston va Gruziya kabi davlatlarga bizning qora ko'zlar tayyorlagan avtomobillar eksport qilinyapti. Ishlab chiqarish quvvatlarini boshqarish bu o'zgaruvchan jarayon bo'lib, talabdan kelib chiqib turib biz yillik ishlab chiqarish hajmini 550 mingta avtomobilga olib chiqishimiz mumkin. Bu ishlab chiqarish rejalarini boshqarish uchun yillik modernizatsiya ishlari amalga oshiriladi. Bu modernizatsiya ishlarida joriy ishlab chiqarish jihozlarini yangilash, ya'ni yangi texnologiyalarga asoslangan jihozlarni sotib olib liniyalarga o'rnatish bo'yicha ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish amalga oshiriladi. Ishlab chiqarish quvvatlarini amalga oshirishda albatta biz mahalliy korxonalarda imkoniyatlarni hisobga olgan holda ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish rejalashtiriladi. UzAvto Motors nafaqat avtomobil ishlab chiqarishga, balki butlovchi qismlarni mahalliylashtirish masalasiga ham jiddiy e'tibor qaratmoqda. Mahalliylashtirish bu mahsulotni ishlab chiqarishda mahalliy ehtiyot qismlar va resurslardan foydalanish darajasini bildiradi. U kompaniya uchun iqtisodiy samaradorlik, valyuta xavflarini kamaytirish va importga qaramlikni pasaytirish nuqtai nazaridan strategik ahamiyatga ega. Bu borada olib borilayotgan ishlar va rejalar haqida mutaxassisdan javob olamiz. Mahalliylashtirish darajasiga kelsak, Tracker modelimiz bor, o'zimiz ishlab chiqaradigan. Eng yuqori mahalliylashtirish darajasiga ega bo'lgan modellarimizdan bittasi 58% mahalliylashtirish darajasiga ega. Mazkur modelda 911 xildan iborat detalidan 448 tasi xorijiy mamlakatlardan sotib olinadi, ya'ni xorijiy kompaniyalardan sotib olinadi. 463 tasi bu mahalliy ta'minotchilar tomonidan yetkazib beriladi. Keyingi modelimiz 10X modeli 53 darajalik mahalliylashtirish darajasiga ega. 802 xildan iborat detallarni 404 xili xorijiy kompaniyalardan sotib olinadi. Qolgan 398 tasi mahalliy ta'minotchilardan sotib olinadi. Keyingi modelimiz Cobalt 51% mahalliylashtirish darajasiga ega. 849 ta detaldan 462 tasi xorijiy korxonalardan sotib olinadi. Qolgan 387 xili bu mahalliy korxonalardan sotib olinadi. Qolgan modellarimiz Damas va Labo. Bular texnologik jihatdan bir xil platformaga ega modellar. Mahalliylashtirish darajasi 37%. Buniki nimaga kam deganda, bu modellarda dvigateli asosiy sabab import yo'li bilan olib kelamiz, sotib olamiz va u tannarxda yuqoriroq qismda egaligi sababi qiymati ham yuqori, bilasiz, dvigatel. Shu sababli mahalliylashtirish o'rniga ozgina ta'siri bor, kamaytirib turadi. Shu asosiy maqsadimiz mahalliylashtirish orqali ishlab chiqarilayotgan modellarda tannarxini pasaytirish. Tannarxini pasaytirib, mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishiga hissa qo'shish. Butlovchi qismlarning o'zimizda ishlab chiqarilishi iqtisodiy jihatdan foyda keltirsa juda yaxshi, lekin shu bilan birga sifatni ham xalqaro darajada saqlab qolish ustuvor vazifa bo'lishi lozim. UzAvto Motorsda bu masala qanday hal qilinadi? Butlovchi qism mahalliylashtirish jarayonida nafaqat O'zbekiston tarafi, balki o'zimizning hamkorimiz bo'lgan General Motors tarafi ham qatnashadi. Detalga qo'yilayotgan talab birinchi o'rinda turadi. Narx masalasini ham qo'yiladi, lekin sifati birinchi o'rinda. Sababi brend nomini bozorda obro'sini tushirmaslik, ya'ni ishonchni yo'qotmaslik. Shuning uchun har safar nimaiki qaysi detal lokal qilinadigan bo'lsa, hamisha sifatni birinchi o'ringa qo'yib, shu bilan ish olib boriladi. O'zi ma'lum tartibda qoidalar ishlab chiqarilib bo'lingan, ya'ni tizim mavjud. O'sha tizim asosida har bitta talab qilingan darajadagi, talab qilingan shartlarni joy-joyiga qo'yib mahalliylashtirish olib borilsa, detalda sifatida muammo bo'lmasligi kerak. Ya'ni tizim yaratilgan. Xuddi shunaqa. Detal ishlab chiqarish, mahalliylashtirish boshlandimi, har bitta tizim bo'yicha shartlar qo'yiladi. Ishlab chiqaruvchi korxona o'sha shartlarga asosan ish olib boradi. Undan chetga chiqmaydi. Agar chetga chiqsa, u kelajakda xavf, ya'ni risk bo'ladiki, u detalda sifatida muammo bo'lishi. O'sha detalda ishlab chiqarishda qo'llaniladigan texnologik qoliplar, unga ishlatiladigan materiallar, uni qanaqa tartibda, qanaqa texnologik yo'l bilan ishlab chiqarish, har bittasi
ma'lum bir ajratilgan bo'limlar, boshqarmalar tomonidan nazorat qilib boriladi. Hammasi o'zini ijobiy xulosasini bergandan keyin detal to'liq sifat talablarini, ya'ni bosib o'tdi, sifat talablarini o'tdi hisoblanadi. Shundagina bu detalni avtomobilga o'rnatishga ruxsat beriladi. Bu tegishli bo'limlarda ruxsatsiz detal, ya'ni butlovchi qism avtomobilga o'rnatilmaydi. Mustaqilligimizning 34 yiliga arafasida UzAvto Motors mamlakatimiz avtomobilsozlik sanoati taraqqiyotida muhim qadamni tashladi. Korxonaning ishlab chiqarish quvvatiga jiddiy ta'sir ko'rsatadigan 3-chi presslash sexi ishga tushirildi. Presslash sexi umumiy loyihasi 2023-yil yoz oyida boshlangan bo'lib, loyiha smeta hujjatlari olingandan keyin 2024-yil mart oyida qurilish boshlangan. 2025-yil may-iyun oylariga qurib bitkizilib, to'liq ishlab chiqarishga topshirilgan. O'sha iyun oyidan boshlab ishlab chiqarishga tayyorgarlik ishlari, jihozlarda sozlash ishlari, shu ishlar amalga oshirildi. Yangi press sexi asosan avtomobillarni ichki butlovchi qismlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan bo'lib, UzAvto Motors korxonasini 410 ming avtomobildan 550 ming avtomobilga yillik ishlab chiqarish quvvatini oshirish maqsad qilib belgilangan asosiy. Yangi presslash sexida 1000 tonnalik, 1200 tonnalik tandem liniyalar, slitting liniyalarimiz, blanking liniyalarimiz mavjud bo'lib, deyarli inson omili aralashuvsiz amalga oshiriladigan liniyalar hisoblanadi. Bundan tashqari avtomatlashtirilgan omborlarimiz bor, ya'ni yarim tayyor mahsulotlarda ishlab chiqarish liniyasiga uzluksiz o'z vaqtida yetkazib berish imkoniyatini beradi bular bizga. Yangi presslash sexida 375 nafar yangi ish o'rinlari yaratilgan bo'lib, jumladan bularga press operatorlari, texnik xizmat ko'rsatish mutaxassislari, sifat muhandislari, robotlarni boshqarish bo'yicha mutaxassislar, texnika xavfsizligi bo'yicha muhandislar faoliyat olib boryapti. Texnik va texnologik mustaqillikni ta'minlash, soha bo'yicha innovatsion yechimlarni joriy etish, ishlab chiqarish va ta'lim o'rtasida samarali integratsiyani yo'lga qo'yish maqsadida UzAvto Motors ilmiy tadqiqot va rivojlantirish markazi tashkil etilgan. Zavoddagi tadqiqot va rivojlantirish markazida muhandislar malakasini oshirish maqsadida ularni muhandislik va innovatsion loyihalarga biriktirish, xorijiy injiniring kompaniyalarda malaka oshirish va yuqori saviyali mutaxassislarga biriktirish orqali amalga oshirilmoqda. UzAvto Motors korxonamizda ilmiy tadqiqot va rivojlantirish markazi, ya'ni R&D center tashkil qilingan bo'lib, uning asosiy vazifalari shundan iboratki, kelajakda texnik qaramlikdan chiqish, avtomobilsozlik jarayonlarida takomillashtirish, qolipsozlik bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash, yetuk mutaxassislarni tayyorlash orqali korxonaga keltirayotgan iqtisodiy samaradorlikni oshirish, ya'ni ortiqcha xarajatlarni oldini olish bo'yicha xizmat qiladi. Cost engineering jarayonini aytadigan bo'lsak, bu cost engineering avtomobildagi barcha qismlarini to'liq taqsimlagan holatda, sochgan holatda har bir qismlari qanchaga tushishi, yarim tayyor mahsulot tayyor bo'lishgacha bo'lgan jarayonlar yig'indisini oladigan bo'lsak, tayyor mahsulotni narxini keltirib chiqarish imkoniyati bor. Bizning mutaxassislar yordamida cost engineeringda orqali shuni ko'rsatishimiz mumkinki, import bo'lib kelayotgan mahsulotlar, ta'minotchi korxonalar tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar haqiqiy tan narxi qanchaligini bilish imkoniyati mavjud. Undan tashqari bizda qadoqlash tizimi mavjud. Qadoqlash injiniring yo'nalishida har bir mahsulotlarda ta'minotchilardan kelayotgan, bizdan eksport qilinayotgan yarim tayyor mahsulotlarda, spare partlar, qismlarda qadoqlash jarayonlari, uni qadoqlari bo'yicha, qadoqlar razmerlari, qadoqlarda mahsulotni sifatli yetkazib berish bo'yicha har qanday jarayonlarni to'liq tahlil qilgan holatda, dizaynlarni chizgan holatda qadoqlar bo'yicha takliflarni kiritish orqali ortiqcha xarajatlarni oldini olib qolish, yangi qadoqlash dizaynlarini qo'shish, bu yordamida avtomobilda tan narxiga ta'sir qilish mumkin bo'lgan xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi. UzAvto Motors aksiyadorlik jamiyatida xodimlarni bilimlarini doimiy oshirib borish maqsadida UzAvto akademiyasi tashkil qilingan.
UzAvto akademiyasida xodimlarimizni maxsus guvohnoma talab qiladigan o'qishlarni o'qitish uchun 50 dan ziyod litsenziyalar olingan. Bu degani biz o'zimiz xodimlarimizni kasbga tayyorlash imkoniyati yaratilgan. Bundan tashqari shu kunga qadar UzAvto akademiyasi tomonidan 11 mingdan ziyod xodimlarimiz bilim malakalari oshirildi. Bu jarayon ham bizda tizimli yo'lga qo'yilgan. LMS dasturimiz ham ishga tushirilgan, ya'ni xodimlarimiz bilim malakalarini onlayn tarzda ham oshirishlari mumkin. Bundan tashqari UzAvto akademiyasi turli oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda ish olib boradi. 2019-25 yillar oralig'ida 200 dan ziyod bakalavr talabalariga va 100 dan ziyod magistr talabalariga homiylik ishlari amalga oshirilgan. Ustoz shogird an'anasi korxonamizda yo'lga qo'yilgan. 30 dan ziyod chet ellik mutaxassislarimiz bor. Dunyoning turli davlatlaridan, Braziliya, Koreya, Hindistondan. O'sha chet ellik mutaxassislarimizga biz o'zbekistonlik xodimlarimizni shogird sifatida biriktirganmiz. Ularning bilim, malakasini va xalqaro tajribani ularda hosil qilish maqsadida. Xodimlarimizni xalqaro tajribasini oshirish maqsadida turli xizmat safarlari va treninglar tashkillashtirilgan. Xususan Yevropa davlatlarida bu yilda o'zida xodimlarimiz Skoda avtomobil zavodida bo'lishdi, Chexiyada, Italiyada, Ital Design kompaniyasida. UzAvto Motors'da ishga qabul qilishdan boshlab har bir bosqichda ochiqlik, o'zaro hurmat va kasbiy o'sishga alohida e'tibor qaratiladi. Bu 15 ming nafardan ziyod xodimni ish bilan ta'minlayotgan korxona korporativ madaniyatining boshlanishi hisoblanadi. Xodimlarimiz ishga bo'lgan qiziqishini yanada oshirish, ruhlantirish va xodimlar qo'nimsizligini oldini olish bo'yicha ham ko'p ishlar amalga oshirilgan. Xususan, yaxshi tajribalarimizdan biri biz oyning eng yaxshi xodimlarini tanlab olamiz. Shu kunga qadar 150 dan ziyod xodimlarimizni tanlaganmiz. Biz u xodimlarimizni ota-onasini korxonaga taklif qilamiz. Ya'ni korxonada yaratilgan sharoitlar, xodimlarimizni, ya'ni ota-onasiga farzandning ish joyini ko'rsatamiz va rahbariyat ota-onasiga shunday farzand tarbiyalaganligiga rahmat aytib, o'zini sovg'alarini beradi. UzAvto Motors bugungi kunda nafaqat yurtimizdagi yetakchi avtomobilsozlik korxonasi sifatida, balki o'zining yuksak ijtimoiy mas'uliyati bilan ham ajralib turibdi. Korxona faoliyati inson manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yish, hayot sifatini yaxshilash, atrof muhitni asrash va kelajak avlodlar uchun munosib sharoit yaratishga qaratilgan. UzAvto Motors aksiyadorlik jamiyati ijtimoiy loyihalarda ham keng qatnashib keladi. Xususan, Andijon viloyatidagi yoshlarni ish bilan ta'minlash yoki ularni shaxsiy bizneslarini rivojlantirishga hissasini qo'shadi. Misol uchun, bu yil davomida biz 4 ta mahalla fuqarolar yig'inida bo'ldik. Odamlarning turmush tarzini o'rgandik, ularga kerakli bo'lgan sharoitlarni yaratib berdik, kimgadir issiqxona qurib berdik, kimgadir tikuv mashinalarini sotib oldik, kimlargadir notebook sotib olib berdik. Bu loyihalarni ham biz Andijon viloyatining aholisini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan loyiha deb bilamiz va bu narsalarni davom etkazishga tayyormiz. Bizda yaxshi bitta loyihamiz bor, maktablarda xavfsiz hudud loyihasi. Bu rahbariyat tashabbusi bilan joriy qilingan loyiha. Andijon viloyati hozirgi kunda Asaka tumanida 10 ta maktabni atrofini bolajonlar maktabga sog'-salomat kelishini ta'minlash maqsadida xavfsiz hududga aylantirib berdik. Ya'ni yo'llarda baryerlar qo'ydik, piyodalar o'tish yo'lakchalarini hosil qildik, svetoforlar o'rnatdik. Bu ijtimoiy loyihalar Asaka tumanidagi o'zimizni korxona xodimlarini farzandlar o'qiyotgan maktablarga ham yo'naltirilgan. Bu o'z navbatida kelajak avlodimizni sog'lom bilim olishiga ko'mak bermoqda deb o'ylayman. Dunyoda avtomobil ishlab chiqaradigan mamlakatlar unchalik ham ko'p emas. O'zbekiston iqtisodiyotidagi eng katta brendlardan biri UzAvto Motors esa bozor talablariga javob beradigan sifatli va zamonaviy avtoulovlarni kuniga bir necha yuzlab ishlab chiqarmoqda. Bu bilan albatta har bir o'zbekistonlik faxrlansa arziydi, zero milliy brend bu milliy g'ururdir.